Bu narsani KPI deb nomlayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta xato. Sotuv menejeriga osmondan olib kuniga 100 tasi bilan gaplashgan deyishimiz mumkin. Lekin u gaplasha oladimi? Statistika va tajribaga asoslangan holda belgilash kerak. Обязательно xodimlarni o'qitish kerak. Mijoz narxiga, lead narxiga KPI qo'shishimiz mumkin. Bu sirazu samaradorlikni ham oshiradi, kompaniyani xarajatlarini ham ekonom qilishga imkoniyat beradi. Assalomu alaykum. Agar bu videoni qo'lga kiritgan bo'lsangiz, tabriklayman. Juda ham foydali va manfaatli ma'lumotlar hozir sizlarni kutib turibdi. Bu instruksiyamiz aynan KPI ga bog'liq bo'ladi. Bu darsda, video darslikda biz eng birinchi navbatda KPI o'zi nimaligi, uni mohiyati, qanaqa holatlarda qo'yish mumkinligi, ya'ni talablar va qanaqa KPIlar borligi haqida gaplashamiz. Va eng boshida aytmoqchimanki, KPI bu inglizchadan Key Performance Indicators, samaradorlikni asosiy ko'rsatkichlari. Ahamiyat beringlar, bu yerda aynan samaradorlik haqida gap ketyapti, natijaviylik haqida emas. Shuning uchun agar siz sotuvchilarga misol uchun bonuslar belgilagan bo'lsangiz, qanaqadir premiyalar belgilagan bo'lsangiz va bu narsani KPI deb nomlayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta xato. Chunki bonus premiyalar asosan natijaviylikka qaratilgan motivatsion instrumentlar hisoblanadi. KPI esa aynan xodim samaradorligini oshirish uchun qo'yiladigan instrument, uslub. O'zi qay holatda umuman olganda KPI ishlaydi. Hozir juda modni gap, hamma gapiradi. Lekin eslab qolinglar, kompaniyada bardak bo'lsa, hamma ishni baravariga qilayotgan bo'lsa, KPI ishlamaydi. Va eng birinchi navbatda eng asosiy talab KPI qo'yilayotganda bu kompaniya maqsadlari borligi. Chunki belgilanayotgan KPIlar birinchi navbatda biznes maqsadlariga bog'liq bo'lishi kerak. Biznes maqsadlari deganimizda nima nazarda tutiladi? Aniq raqamli ko'rsatkichlar nazarda tutiladi. Misol uchun biznesim qanaqa maqsad qo'ydinglar desam, ko'pincha biznesim o'sishini xohlayman, daromadim o'sishini xohlayman, shu maqsadim deydi. Lekin o'sish deganda nima nazarda tutilyapti? Mana sof foiz 5% ga oshdi. O'sishmi bu? Yoki xizmatlar soni yoki mijozlar soni 5% ga oshdi. O'sishmi bu siz uchun? Yo'qmi? O'shaning uchun konkret raqamlar bo'lishi kerak. Aynan shu raqamda sizga maqsadingizga erishdingizmi, yo'qmi? O'sha qaysidir davr uchun qaror qabul qilishga yordam beradi. Shuna qilib, biznesda qanaqa maqsadlar bo'lishi mumkin? Misol uchun, sof foyda nechidir foizga oshishi, tushum, oborotiga kapital oshishi nechidir foizga yoki xarajatlarni qisqartirilganligi, hammada har xil strategiya bo'ladi. Xarajat qisqartirish bo'lsa, misol uchun xarajatlarni 40% ga qisqartirish bo'lishi mumkin. Yoki kompaniyada o'sish strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, bunda daromad, xizmatlar soni oshishi mumkin, mijozlar soni oshishi mumkin. Qo'shimcha filiallar regionlarda yoki boshqa davlatlarda ochilishi mumkin. Ya'ni yangi bozorlarni zabt etish ham belgilangan bo'lishi mumkin va hammasida aniq raqamlar bo'lishi kerak. Nechta filial, qancha necha foizga oshirilgan xizmatlar soni yoki mijozlar qanchaga oshgan, chiqib hamma yoqda raqamlar va aynan shu biznesdagi raqamlar pastga KPIlar sifatida tushiriladi. Chunki har bitta ko'rsatkichni bajarish uchun muayyan bir bo'limlar ishlatiladi. Mana misol uchun aytaylik, biz sof foydani 50% ga oshirmoqchimiz. Misol uchun 1 million dollar qilganmiz, 1,5 million dollar qilmoqchimiz va shu holda nima qilishimiz kerak? Demak, sotuvlarimiz ham oshishi kerak. Demak, ishlab chiqarish ham oshadi. Sotuvlar ko'payadigan bo'lsa, ishlab chiqarish oshadi. Ishlab chiqarish oshadigan bo'lsa, sotuvlar oshirilgan bo'lsa, ya'ni marketing yangi mijoz oqimini olib kelish kerak. Ya'ni leadlar soni oshadi, to'g'rimi? Shunga qarab turib, agar biza xizmatlar soni oshadigan bo'lsa, sof foyda soni oshadigan bo'lsa, biza demak biznes kengayishini nazarda tutganmizda va yangi ikkita regionda filial ochishni rejalashtirganmiz. Ular ham qo'shiladi. Demak, filiallarni ochish bilan shug'ullanadigan yo marketing yo tashkiliy qanaqadir bo'lim, unga bu hamma ko'rsatkichlar tushadi. Har bitta bo'lim shu ko'rsatkichlarga erishish uchun qanaqadir samaradorlik ko'rsatkichlarini belgilash kerak. Shuning uchun eng birinchi talab biznes maqsadlari bo'lishi kerak va KPI o'zidan o'zi bizda odatda o'zbek biznesda qiladi. Qani bitta sotuv bo'limiga KPI qo'yishchi deydi.
qayerdan olasizlar ko'rsatkichlarni, qanaqa qo'yib olasizlar bu KPIlarni agar biznes maqsadlari bo'lmasa. Shuning uchun KPI qo'yishdan oldin biznes maqsadlarini qo'yasizlar. Keyin ular bir-biriga uzviy bog'liq bo'ladi. Yana ozgina bu haqida keyinroq gaplashamiz. Ikkinchi juda ham muhim bo'lgan talab bu KPI ko'p bo'la olmaydi. Ya'ni ideal holatda 3 ta bo'lish kerak yoki 5 ta bo'lish kerak. Nega? Chunki xodimning fokusi 10 ta vazifaga qaratilishi kerak emas. 10 ta asosiy ko'rsatkichlar deyilgan. 10 ta asosiy ko'rsatkich bo'la olmaydi bitta xodimda. Vazifa bo'la oladi, lekin asosiy ko'rsatkich eng hamma samaradorligini qaratish kerak bo'lgan ko'rsatkichlar 3 tadan 5 tagacha bo'lishi mumkin. Undan keyin juda ham muhim bo'lgan narsa KPIlar aniq bo'lishi kerak. Aniq deganda mafhum, siz tushunayotgan narsa xodimlar ham xuddi shunaqa narsa tushunishi kerak. Siz aytgan narsangiz xodim o'zicha tushunib, o'zicha qiladigan bo'lsa, ertaga xuddi shunaqa rezultat ham bo'ladi. Va undan keyingi talab juda ham muhim, bajara olish mumkinligi. Nima degani bajara olish mumkinligi? Mana misol uchun sotuv menejer misolida oladigan bo'lsak, sotuv menejer samaradorligini oshirish uchun biz muayyan mijozlar soni bilan kuniga gaplashish kerak deb KPI qo'yamiz. Ya'ni sotuvlar qilib, sotuvdan qanaqadir bonus olishi bu KPI emas. Lekin qanchadir mijoz bilan gaplashishi bu KPI ko'rsatkichi hisoblanadi. Chunki qanchalik ko'p mijoz bilan gaplashsa va qanchalik samarali gaplashsa, ya'ni bu konversiya haqida o'zi gap ketyapti, shunchalik sotuv ehtimoli yuqorilashadi. Va shunda biza sotuv menejerga osmondan olib kuniga 100 tasi bilan gaplashgan deyishimiz mumkin. Lekin u gaplasha oladimi? Qila olishi, bajara olishi mumkinligi odatda oldingi statistikalardan ko'riladi. Ya'ni oldingi ko'rsatkichlarni bilishingiz kerak. Ha, sotuv menejerlar o'rtacha kuniga 30 tadan 50 tagacha mijoz bilan gaplasha olishi mumkin ekan. Ma'muncha vaqt gaplasha olishi mumkin ekan. Ya'ni raqamlar hech qachon osmondan olinmaydi. Oldingi tajribadan kelib chiqqan holda ozgina oshirib qo'yiladi. Bundan tashqari juda muhim bo'lgan narsa bu mas'ullar aniq belgilanishi kerak. Bizning o'zbek biznesda sen borgin, mana ish ham qilargin deysiz. Keyin u menga qara, men band edi, sen qilargin. Bunaqa vaziyatda KPI ishlamaydi. Konkret vazifaga konkret mas'ul bo'lish kerak. Ana o'shanda bir-biriga to'nkashmaydi. Mas'uliyatni aynan shu ko'rsatkichini olishadi. Undan keyingisi o'zaro zid bo'lmasligi. Mana shu juda ham muhim narsa. Chunki agar siz hamma bo'limlarga baravarga KPI qo'yayotgan bo'lsangiz va kompaniya oldida misol uchun sof foydani oshirish bo'ladigan bo'lsa, demak, sotuvlar oshishi kerak. Sotuvlar oshishi uchun marketing yetarlicha lead olib kelib berish kerak. Agar siz marketingga aytyapsizki, kuniga 500 ta yangi mijoz olib kelib bergin deyapsiz, lekin sotuvchilarga kuniga 50 ta mijoz bilan gaplashishing kerak deyapsiz, lekin sotuv bo'limingizda 12 ta xodim bor, ya'ni 600 ta lead kerak. Bir-biriga zid. Sotuv menejer agar yetarlicha lead kelmagan bo'lsa, yetarlicha mijozlar bilan gaplashib bera olmaydi. O'shaning uchun bir-biriga bog'liq bo'lish kerak, zid bo'lish kerak emas. Xuddi shunaqa agar sotuv bo'limi misol uchun oyiga 100 ta sotuv qilish kerak bo'lsa, ishlab chiqarish shu narsani yetkazib berish kerak. Ya'ni ularning ko'rsatkichini ham shunga bog'liq qilish kerak. Bir-biriga zid bo'la olmaydi. Va eng oxirgisi muddati belgilangan bo'lishi kerak. KPIlarning muddati hamma o'ylaydiki, 1 oylik KPI qo'yish kerak deydi. Bir xilli bir haftalik deydi. Lekin hammaga bir xil KPI qo'yiladi degan narsa yo'q. Chunki hammamiz ishimiz har xil, uni yakunlanish davri har xil. Hattoki sotuv menejerlarning ham sotayotgan narsasidan kelib chiqqan holda sikl сделки bo'ladi. Ya'ni sotuvga yetkazib borish davri bo'ladi. Misol uchun yirik qanaqadir texnikalarni sotadigan sotuv menejerlar сделкасini davri 3 oylab bo'lishi mumkin. Uzoq payt переговор olib boriladi. Ularga 1 oylik KPI qo'yib bo'lmaydi, chunki har kvartalda o'lchashingiz mumkin ular sotuvlarni samarali olib boryaptimi, yo'qmi. Xuddi shunaqa misol uchun bo'lim rahbarlariga ham bo'limi natijalarini va samaradorligini ko'rsatish uchun odatda yo 3 oy yo 6 oy KPI qo'yiladi. Bundan tashqari biznes egalari kompaniya rahbarlariga, CEOlarga, operatsion direktorlar bo'ladi. Shunaqa direktorlarga odatda 1 yillik KPI qo'yiladi. Chunki odatda rahbar KPI sof foydaga bog'liq bo'ladi. Ana o'sha samaradorlikni agar bajarsa, xarajatlarni tushirsa, sof foydani oshirsa, tushum ko'tarilsa, ana o'shandagina biz 1 yildan keyin yoki hech bo'lmasa yarim yillik nuqtada belgilashimiz mumkin KPI. Shuning uchun har doim har xil aynan
ishini, vazifasini xususiyatiga qarab turib belgilanadi. Demak, bu asosiy talablar edi. Endi tepadan pastga tushirilishi haqida maqsadlar. Ya'ni KPI aytdim, biznes maqsadlariga bog'liq bo'lishi kerak va bu holda misol uchun biznes qo'ygan bo'lsa, asosiy yo'nalishini, vektorini, strategiyasini qo'ygan bo'lsa va unga asoslangan asosiy ko'rsatkichlarni belgilagan bo'lsa biznes, har bitta bo'limga alohida tushiriladi samaradorlik ko'rsatkichlari va har bitta bo'limga tushirilgandan keyin bo'lim har bitta xodimga tushirish kerak. Ana o'shandagina har bitta xodim samarali ishlasa, bo'lim samarali ishlagan bo'ladi. Bo'lim samarali ishlagan bo'lsa, butun yo'nalish samarali ishlagan bo'ladi. Va har bitta yo'nalish o'zini sohasida samarali ishlagan bo'lsa, biznes o'z maqsadlariga erishish ehtimoli 100% ga tenglashadi. Hattoki o'zi KPI'da shunaqa qoida bor, grandfather rule deyiladi. Men o'zbekchasiga do'da qoidasi deb perevod qilaman. Bu aynan maqsadlar tepadan pastga tushirish haqida. Har doim esingizda tursin. Shunchaki bitta bo'limga alohida KPI'lar qo'yilmaydi. Ya'ni bu narsa biznesni o'sishiga va strategiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish ehtimoli juda yuqori. Endi joriy qilish haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. KPI, misol uchun biznes egalari, rahbarlar, hattoki HRlar eshitishadi bu KPI haqida. Lekin eshitgandan keyin ruhlanishadi, u zo'r o'zgarish qilib berar ekan biznesda deyishadi-da, sirazi borib tatbiq qilishadi biznesda. Lekin bu katta xato. Chunki birinchidan KPIlar har bitta yo'nalish bilan alohida ishlab chiqilinishi kerak. Hamkorlikda. Prosta rahbardan belgilanib pastga tushirsa ishlamaydi. Chunki birinchi navbatda qanchalik to'g'ri qo'yilgan, ikkinchi navbatda juda katta qarshilik bo'ladi. O'sha qarshilikni yengish uchun oldindanoq o'zi shu bo'limi xodimlari bilan birga ishlab chiqish kerak. Bir. Ikkinchidan, hamma KPIlar oldingi tajribadan kelib chiqqan holda osmondan emas, aynan oldingi statistikani ko'tarib, o'sha asosda belgilanadi. Uchinchidan, belgilanayotganida, tatbiq qilinayotganida bu narsa alohida o'qitilish kerak xodimlarga, ya'ni dars olib borish kerak. Ularga tushuntirish kerak, mazmun, mohiyatini, qanaqa ishlashini, kimga qanaqa KPI qo'yilishini. Albatta ular tushunish kerak, negizini tushunish kerak. Ana o'shandagina yana qarshilik kamayadi. To'rtinchidan, tatbiq qilinayotganda test davr bo'lish kerak. Ya'ni siz ishlab chiqdingiz, bo'ldi, bugundan boshlab shunaqa ishlaysizlar degan narsa qilib bo'lmaydi, chunki juda ham risklari katta. Nimaga risklari katta? Birinchidan, belgilangan narsa bajara olinadimi, yo'qmi? Bu katta savol. Odatda hattoki agar juda ham yuqori qo'yilib yuborgan bo'lsa, bu holda xodimlar demotivatsiya bo'ladi, ya'ni motivasiyasi o'ladi. Agar misol uchun past qo'yilgan bo'lsa, bu biznes egasiga va rahbarga juda katta zarar olib keladi. O'shaning uchun birinchi u narsani tekshirib ko'rish kerak, o'zi to'g'ri qo'yilganmi, yo'qmi. Ikkinchidan, xodimlar sekin bu narsaga moslashish kerak, o'rganish kerak. Psixologik, emotsional, fiziologik, ya'ni qilayotgan ishini tezligi, uni samaradorligini tushunishlik kerak. Buning uchun odatda men 2 oy tavsiya beraman test davri qilish uchun. O'sha 2 oy davomida hammaga qo'yiladi KPI, shu KPI asosida ishlashadi, lekin aytiladi 2 oy davomida test davr hammanglar o'zingizlarning samaradorligingizni ko'rishinglar uchun, qaysi nuqtalarda qaysi xatolarni to'g'rilash mumkinligini anglashi uchun qilinadi. Ana o'shandagina 2 oydan keyin bizni tatbiq qilamiz o'sha real hayotga. 2 oy davomida sizlar eskichasiga oylik oborasizlar, lekin biz hisoblab boramiz. Agar shu KPIlar asosida shunaqa ishlaganingizda qancha pul olishinglar mumkin edi. Ana o'shanda xodimlar tushunadi. Ha, men ko'proq pul olishim mumkin ekan. Ha, yo'q, men bitta xato qo'ygan ekanman, samaradorligimni oshirishim kerak ekan. Ana o'shaning uchun men bunaqa ishlasam ko'proq pul olishim mumkin ekan. Men bitta kam olib qolar ekan, men bunaqa ishlasam degan xulosalarga o'zligiga kelish kerak. Chunki agar faqat siz gapirib, siz tatbiq qiladigan bo'lsangiz, bu narsani ishlash ehtimoli 10%. Chunki hamma qarshilik qiladi, butun jamoa qarshilik qiladi. Shundan kelib chiqqan holda muhim narsalar statistika va tajribaga asoslangan holda belgilash kerak. Обязательно xodimlarni o'qitish kerak. Обязательно test davri bo'lishi kerak va muhim bo'lgan narsa bu motivatsiyasi bo'lishi. Ya'ni qanaqadir motivatsiya berishingiz kerak. KPIlarni siz bilan birga jamoa tatbiq qilish uchun qanaqadir o'yinlar, balkim qanaqadir qo'shimcha sovg'alar, premiyalar aynan shu sistemani tatbiq qilgan,
qo'llab-quvvatlagan, birinchi bo'lib eng zo'r ishlatib bergan bo'limlarga qanaqadir prizlar qilishlik kerak. Va umuman olganda, любой o'zgarishlarni tatbiq qilganingizda, shu o'zgarishlar tatbiq qilinayotgan, ya'ni start berilayotgan payt qanaqadir juda ham yaxshi emotsiyalarga bog'langan bo'lishi kerak. Yo'q, hammani misol uchun yig'ib ana o'qitish kerak dedim, shu o'qitish jarayonini hamma pizza yeb, qanaqadir juda neformal muloqot qilishga bog'lash mumkin yoki hammaga shirinlik tarqatish mumkin, mevalar tarqatish mumkin, chiroyli korzinkalarda. Ishqilib qanaqadir ijobiy emotsiyaga bog'lash kerak bu narsani. Doim любой o'zgarishlar qanaqadir motivatsiyaga bog'langan holda bo'lishi kerak. Shunaqa qilib bu eng asosiy tatbiq qilishdagi talablaydi. Endi KPIlarni o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, kimga qanaqa qo'yiladi deyiladigan bo'lsa, misollar keltiraman. Yana prezentatsiyada qo'shimcha misollarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana misol uchun sotuv menejeri oladigan bo'lsak, biz plan bajarilishiga unga bonus berganmiz. Lekin plan vaqtida bajarilishiga KPI qo'yishimiz mumkin. Kuniga qo'ng'iroqlar soniga yoki ularning vaqtiga KPI qo'yishimiz mumkin. Konversiya, ya'ni mijozlar sonidan sotuv qilish ulushiga KPI qo'yishimiz mumkin. Mijozlarning qoniqganlik darajasiga KPI qo'yishimiz mumkin. Shartnomani tuzish davriga, ya'ni sikl сделки bor, длительность сделки bor. Ana o'shanga qo'yishimiz mumkin. Misol uchun restoran, kafelarda yoki magazinlarda, kiyim-kechak magazinlarda o'rta chekka qo'yish mumkin. Ya'ni xodim, sotuv menejer doim ko'proq pul olib kelishga qiziqgan bo'lish kerak. Menimcha sotuv qilsam, menimcha pul olasan deb qo'ysak yetarli emas. Marketologlarga, lidlar soniga, ulardan konversiyaga qo'yishimiz mumkin. Byudjetga qo'yishimiz mumkin. Marketologlarga bundan tashqari mijoz narxiga, lid narxiga KPI qo'yishimiz mumkin. Bu sirazu samaradorlikni ham oshiradi, kompaniyaning xarajatlarini ham ekonom qilishga imkoniyat beradi. Shunaqa qilib HR xodimlarga qanaqa KPI qo'yishimiz mumkin? HRlarga birinchidan vakansiyani yopish muddatiga, soniga qo'yishimiz mumkin. Xodimlarni adaptatsiya yoki sinov muddatidan o'tishiga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mana xodim olib keldi, rekruter, lekin 5 ta xodim olib ketdi, 5 ta sinov muddatida ketdi. Значит, samaradorligi juda ham past. Значит, to'g'ri keladigan xodim olib kelmayapti rekruter. Bundan tashqari xodimlarni qoniqganlik darajasiga qo'yishimiz mumkin. Motivatsiya darajasiga qo'yishimiz mumkin. Juda ham variantlar ko'p. Men misollarni yana slaydda qoldiraman. Aynan shular asosida KPI belgilanadi. Agar bu darsligimizni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz biznesingizni rivojlanishga va kengaytirishga jiddiy yondashgan insonsiz va g'oya va maqsadlaringiz atrofida kuchli jamoa qurmoqchisiz. Lekin shu narsani ko'p ta'kidlaymanki, kuchli jamoani qurishi o'zini muhim qadamlari va fundamental bosqichlari bor. Va uni shunchaki faqat KPI tatbiq qilish orqali hal qilib bo'lmaydi. Jamoa qurish va uni samarali boshqarish bo'yicha mani mualliflik, kuchli va sodiq jamoa qurish formulasi kursim yaqinda start oladi. Bu kursda 0 dan tizimli jamoa qurguncha konkret nima qadamlar qilish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu orqali biznesingiz kamida 2 baravar o'sishiga va operatsionkadan, ya'ni operatsion boshqaruvdan kamida 50% chiqishingizga yordam beradi. Ushbu videoda biz kurs haqida batafsil ma'lumot bermoqchimiz. Lekin undan oldin nimaga men aynan shu kurs berishga haqliman? Kimman o'zi, qanaqa tajribam bor, qanaqa bilimlarim, ko'nikmalarim va qayerlarda ishlaganmanki, sizga shu kursni taklif eta olaman va rostdan ham bu kurs siz uchun foydali va manfaatli bo'la oladi. Keling, shu haqida qisqacha aytib ketamiz. Men Dildora Tursunova, demak, hozirgi kunda yirik IT kompaniyada strategik boshqarish bo'yicha direktorman. Xodimlarni boshqarish sohasida 2004-yildan beri ishlayman. Umuman olganda boshqaruv sohasida, ya'ni kompaniyalarni boshqarish sohasida HR emas, 7 yildan oshiq tajribaga ega mutaxassisman.
va HR'likni aynan xodimlarni boshqarishni noldan boshlagan odamman. Bundan tashqari hozirgi kunda bir nechta loyihalarim bor. Bu akademiyamiz, IT akademiya, IT sohasida o'qitish bilan shug'ullanadigan o'quv markaz Ustadiya deyiladi. Uni asoschilaridan biriman. Karyeramni 2004-yil O'zbek Turk qo'shma korxonasida ishlab chiqarish korxonasida boshlaganman. Va aynan shu kompaniyada men xodimlar bilan ishlashni boshlaganman. Undan keyin bir nechta kompaniyalarda har xil lavozimlarda ishlab kelganman. Uzun fakonda HR sifatida o'sgan inson deb hisoblayman o'zimni. Bundan tashqari mana davlat kompaniyalari va xususiy kompaniyalarda ishlaganman. Iqtisodiy tadqiqotlar markazida ishlaganman. Raqamli iqtisodiyot fondida ishlaganman. Undan keyin PSG degan kompaniyada operatsion direktor bo'lib ishlaganman. Undan oldin IT akademiyada ijrochi direktor bo'lib ishlaganman. Ya'ni boshqaruv sohasida ham o'ziga yarasha tajribam bor va hozirgi kunda 1,5 mingga yaqin xodim ishlaydigan IT kompaniyada aytganimdek strategik direktorman. Bu karyera davrimda xodimlarni boshqarishga yondashuvni har xil bosqichlardan o'tganman. Ya'ni oddiy mutaxassisdan direktor va ta'sischi, biznes egasi sifatida ham qanaqa yondashish bilaman va har bitta bosqichda qaysi instrumentlar zo'r ishlashini, aynan O'zbekiston realligida rezultat berishini, natija berishini men ko'rganman. Xo'sh, endi ilmga keladigan bo'lsak, hozirgi kungacha juda ham ko'p kurslarni o'tganman. Nafaqat xodimlarni boshqarish sohasida, balki marketing, moliya, sotuv, psixologiya va bundan tashqari juda ham ko'p. Va aynan o'sha yerda olgan ilmlarimni men keyin kompaniyalarda ishlayotgan kompaniyalarni tatbiq qilib, ularning natijalarini ko'rganman. Bundan tashqari hozirgi kunda men MBA da o'qiyman, yaqinda bitiraman, aynan biznes boshqaruv sohasida. Bugungi kunga kelib umumiy tajribam 20 yilga yaqinlashib qoldi. Boshqaruv sohasida 7 yildan oshdi, HR sohasida 12 yildan oshgan va HR kurslarimda qariyb 600 dan oshiq tadbirkor, rahbar va HRlar o'qib chiqqan. Bundan tashqari seminar, treninglarimda 10 mingga yaqin insonlar qatnashgan, ishtirok etgan, onlayn yoki offlayn formatda. Va undan ortiq bu yirik kompaniyalar haqida aytaman, undan ortiq yirik kompaniyalarga konsultatsiya xizmatlarini ko'rsatganman. Kelaylik endi kursga o'taylik. Eng birinchi navbatda men ajoyib format haqida aytmoqchiman. Chunki aynan formati bu eksklyuziv desak bo'ladi, gibrid format qilganmiz. Buni ham o'zidan o'zi chiqmagan. Aynan 600 ga yaqin odam ishtirok etgandan keyin ularni hamma fikrlarini, g'oyalarini, takliflarini, e'tirozlarini qattiqdir inobatga olgan holda shunaqa format kelib chiqqan. Va ajoyibligi shundaki, undagi darslar onlayn formatda bo'ladi. Har hafta ikkita yangi modul chiqadi, yangi mavzu. Ularni onlayn formatda sizlarga qulay bo'lgan paytda ko'rish mumkin. Lekin ulardan tashqari bizda yana offlayn va onlayn uchrashuvlar bor. Ya'ni men yana ko'rishaman va shu mavzular bo'yicha savollarga javob berishga harakat qilaman. Bundan tashqari yana juda ham muhim bo'lgan joyi kuratorlarimiz bor. Ya'ni sizlarga dars paytida videolarni ko'rishga, ularning chuqurroq tushunishga, ular bo'yicha vazifalarni va testlarni bajarishga yordam beruvchi, sizlarga ko'maklashuvchi, hattoki platformadan foydalanishga ko'maklashuvchi maxsus mutaxassislar. Barcha videolar platformada sizlarni o'zingizlarni unga dostupinglar bo'ladi va qulay payt ko'ra olasizlar. O'zi ilm bilan nega bo'lishaman? Chunki meni oliy maqsadim bor. Oliy maqsadim o'zbek tadbirkorlari va rahbarlariga dunyodagi kuchli jamoasi bor bizneslar bilan raqobat qila oladigan jamoa qurishda yordam berish. Aynan shunaqa jamoa qurishingiz uchun men shu kursni yaratganman. Va kurs mantiqan shunaqa ketma-ketlikda qilinganki, sizda hattoki savol paydo bo'lmaydi. Nimadan boshlasam ekan degan. Chunki aynan nimadan boshlashingiz kerak bo'lsa, kurs ham shu mavzulardan boshlanadi. Qaysi mavzudan boshlasa, shu mavzudan siz birinma-ketin o'zgarishlarni qilib borishingiz kerak biznesda. O'shandagina biz oxirida kuchli va sodiq jamoani qura olamiz va uni bemalol, stressiz, xotirjam, samarali boshqara olamiz. Kelaylik endi kurs kimlar uchun? Shuni ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda albatta biznes egalari uchun. Chunki aynan birinchi navbatda biznes egalarining og'rig'i va eng katta muammosi. Albatta rahbarlar va menejerlar uchun, bo'lim boshliqlari, misol uchun departament boshliqlari uchun. Kimda jamoa bor bo'lsa va boshqarish kerak bo'lsa, ular uchun shu kurs ayni muddao. Va kursimiz qaysi mavzulardan iborat? Demak, har bitta mavzuyimiz to'g'rirog'i har hafta
bizada ikkita mavzudan chiqadi. O'shaning uchun men hafta aytib ketaman. Birinchi hafta ikkita mavzuyimiz chiqadi. Birinchi darsimiz bu umuman olganda kirish. HR o'zi nima, xodimlarni nimaga boshqarish kerak, nimaga xodimlarni boshqaradigan mutaxassis bor, uni asosiy roli nimadan iborat. O'zi umuman olganda xodimlarni boshqaradigan bo'lsak, shu boshqarish nimadan iborat va boshqaradigan bo'lsak nimalarga olib kelish mumkin. Biznesga qanaqa ta'siri bor. Shu haqida dars va kursni o'tish haqidagi tartib. Bundan tashqari ikkinchi juda muhim mavzu va aynan birinchi bo'lib kelishi muhim, chunki shu mavzu o'zgarishlarni tatbiq qilish. Bu darsdan keyin hamma mavzular sizni o'zgarishlarni tatbiq qilishga majbur qiladigan mavzular. Chunki mavzu chiqadi, uni ketidan uy vazifasi bo'ladi, siz uni qilishingiz kerak va bu narsani biznesga tatbiq qilishingiz kerak. Har bitta mavzu amaliy, konkret. Mana oldingiz, o'rgandingiz, borib biznesda qildingiz. Lekin bu narsani qilayotgan hamma harakatlaringiz biznesdagi o'zgarishlar va siz tadbirkor bo'lsangiz, rahbar bo'lsangiz, menejer bo'lsangiz, 1000% bilasiz, любой o'zgarish bu jamoa tomonidan qarshilik olib keladi. Va shu qarshiliklarni nolga olib tushish uchun, minimallashtirish uchun muayyan bir qadamlar qilish kerak. Nimalar qilishimiz kerak xodimlarning qarshiligi past bo'lishi uchun va bizni xohlagan o'zgarishlarimiz osongina kirishi uchun aynan shu mavzuda aytiladi. O'zgarishlarni tatbiq qilish mavzusida. Demak, birinchi hafta kirish darsi va o'zgarishlarni tatbiq qilish. Undan keyingi ikkinchi haftada bizda keyingi ikkita mavzu yana tadbirkorlarning rahbarlarni yana bitta muhim orig'i bu tashkiliy tuzilma, uning ichida vazifalarni taqsimlash, xodimlarga vazifalarni berish va bo'limlarga vazifalarni belgilash. Aynan shu narsa birim maketini qanaqa qilib amalga oshirish ko'rsatilgan. Bu orqali siz konkret kompaniyangiz uchun, biznes uchun tashkiliy tuzilma yarata olasiz va shu asosida hammani vazifalarini va vakolatini aniq belgilay olasiz. Endi bu meni ishim emas, aniq qilish kerak degan narsalar bo'lmaydi. Sizni miyangizda, sizni boshingizda bu haqida aniq tasavvur paydo bo'ladi va bu orqali xodimlaringiz tasavvurida ham. Ushbu haftaning keyingi mavzuyimiz bu maqsadlar, biznes maqsadlar va odatda aksariyat holda bizneslarda umumiy maqsadlar yozilgan bo'lmaydi. Ba'zi bir hollarda kimnidir biznes egasini yo rahbari miyasida bo'lishi mumkin, lekin odatda hech kimda yozilgan bo'lmaydi. Na oliy maqsad, na qisqa muddatli, na uzoq muddatli maqsadlar va hamma qanaqa xohlasa ishlaydi. Xodimlar tim bo'lib bilmaydi kompaniya qaysi tomonga ketayotganini. Va biz albatta bu boshqaruvda xaos ko'ramiz. Chunki hamma narsa butun jamoa bitta maqsad sari yig'ilmagan. Aynan shu mavzu bizga har bitta maqsadni qanaqa belgilashi, nimaga asoslanib belgilashi va keyinchalik shu maqsad sari butun jamoani birlashtirishni o'rgatadi. Navbatdagi haftamizda keyingi ikkita mavzu. Juda katta mavzu bu muhit. Kompaniyadagi muhit, ya'ni korporativ madaniyat va odatda bizneslarda misol uchun mas'uliyatsizlik, loqaydlik, kech qolishlar, bir-biriga to'nkashlar, g'iybatlar, bir-birini tagiga suv quyishlar va shunga o'xshagan muhit normal holatda bo'ladigan bo'lsa, biz qanaqa qilib kompaniyani maqsadlarga erishtiruvchi juda ham zo'r qadriyatli jamoa qurishi aynan shu mavzuda o'rganamiz. Qanaqa yomon qadriyatlarni yo'q qilib, yangi qadriyatlarni tatbiq qilib, butun jamoamizni qadriyatlar asosida bitta maqsad sari birlashtirishni o'rganamiz. Konkret instrumentlar orqali, qadamma-qadam. Bundan keyingi shu haftadagi mavzu bu HR brend. Ya'ni ko'pincha buni ahamiyatiga ko'pincha tadbirkorlar yoki rahbarlar bunga umuman ahamiyat berishmaydi. Lekin aslida aynan shu narsa sizni kompaniyangizda boshqalar ishlashni orzu qilishiga olib keladi. Eng zo'r mutaxassislarni sizni kompaniyangizga jalb qilishga olib keladi va sizda ishlayotgan xodimlar sizda ishlayotgandan g'ururlanishiga olib keladi. Qanaqa qilib shu narsaga erishishimiz mumkinligi haqida shu mavzuda o'tamiz. Hozir ba'zi bir aytayotgan instrumentlarim yoki terminlarim qiyin ko'rish mumkin. Qanaqa bu shuncha narsani qilaman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin aslida shuncha tajribadan, shuncha mani kurslarimda o'qib ketgan insonlarning fikrlaridan kelib chiqqan holda kurs shunaqa oson qilingan. Har bitta mavzuni agar xohlasangiz qilmaslikning ilojisi yo'q. Chunki har bittasi juda oson, juda bir qadamma-qadam ketma-ketlikda va aniq instrumentlar bilan, shablonlar bilan, formatlar bilan shunaqa berilganki, в общем, xohlasangiz qilmaslikka iloji yo'q.
Butun o'qish paytida savollaringiz paydo bo'ladigan bo'lsa, sizga men javob beraman. Onlayn yoki offlayn uchrashuvlarimizda kuratorlar yordam beradi. Qanaqadir qiyinchilikka duch kelsangiz, bajarayotganda, tadbiq qilayotganingizda, biznesingizda kuratorlar yordam berishi mumkin. Menga savol berishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram gruppa bo'ladi. Telegram gruppada yozishimiz mumkin. Bir-birimizga savol berishimiz mumkin va javob olishimiz mumkin. Boshqalarning tajribalarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, shunaqa darajada tushunarli, shunaqa darajada batafsil tushuntirilgan oddiy so'zlar bilan qilmoqchi bo'lsangiz, shu narsaga ehtiyojingiz bo'lsa va xohishingiz bo'lsa, albatta 100% bu narsani tatbiq qila olasiz demoqchiman. Keyingi haftamizda ikkita muhim mavzusi bu xodimlarni yollash tartibi va ikkinchisi moslashtirish. Aynan kuchli jamoani qurishga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar. Va odatda xodimlarni yollash qanaqa bo'ladi? Men juda ko'p kompaniyalarni, o'rta, kichik biznes, katta bizneslarni konsalting qilganimda, ya'ni maslahat berganda ko'rib chiqqanimizda biz muammolarni shu narsaga duch kelganmanki, ko'pincha xodimlarni olish bu qanaqadir shunchaki jarayonda, vроде yaxshi ko'rinyapti-ku, olsa bo'ladi. Mana shu eplab ketadi shekilli deb o'ylaymizda, olamiz. Aksariyat hollarda aksincha bo'lib chiqadi. Va xodimdan kutgan narsalarni, umidlarimiz puchga chiqadi. Nimaga unaqa bo'ladi? Chunki aynan shu bosqichda biz eng katta xatoga yo'l qo'yamiz. Aynan shu xatolarni qilmaslik uchun kompaniyangizga eng munosib, eng zo'r xodimlarni yollash uchun men qadam-qadam tushuntirganman. Nimalar qilish kerak va qaysi xatolarni biz yo'l qo'yamiz, qanaqa ularni bartaraf qilish mumkin. Keyingi mavzuyimiz xodimni birinchi kundanoq qanaqa qilib kompaniyaga sevdirish mumkin. Chunki aynan birinchi kundanoq sevgan xodim, kompaniyani sevgan xodim undan keyin bo'ladigan juda ko'p muammolarga va qiyinchiliklarga chidab berish mumkin ekan. Demak, qanaqa qilib xodimni kutib olish kerak, qanaqa uni ishga shunaqa moslashtirish kerakki, biznesingiz juda qisqa vaqt ichida undan natija va samara ko'rsin. Shu narsalarni biz moslashtirish mavzusida ko'ramiz. Keyingi haftamizda yana ikkita mavzu, bu xodimlarni o'qitish va baholash. O'qitish darsida biz o'zi qanaqa qilib xodimlarni o'qitish mumkin? Chunki tasavvurimizda ko'pincha rahbarlar bilan gaplashadigan bo'lsam, men pul tikaman, men uni o'qitaman, u ketib qoladi degan fikrlar bor-da, qo'rquvlar bor. Chunki men hozir o'qitsam, birinchidan pul ketkazishim kerak, ikkinchidan ni fakt bu kompaniyamda qolib ishlashi. Aynan shu qo'rquvlarni oldini olish uchun va qanaqa qilib shunaqa samarali o'qitish mumkinki, juda ham ko'p pul ketkazmasdan turib va xodimni qanaqa qilib ushlab qolish mumkin kompaniyada ketib qolmasligi uchun. Shu yo'llarni ko'rib chiqamiz. Va aslida hozirgi kunda bozorimiz ochiqligida, raqobat kuchayib borayotganda xodimlarni o'qitmaslik eng katta xato. Qanaqa bilan samarali va eng kam byudjet bilan o'qitishimiz mumkin? Qanaqa yo'llari bor? Aynan shu haqida shu modulda o'tamiz. Aynan shu sizni jamoangizni kuchli qilib beradi. Chunki kuchli jamoa bu malakali mutaxassislar degani. O'zini ishini biluvchi, mas'uliyat oluvchi va muammolarga yechim beruvchi xodimlar degani. Bu o'qitish orqali bo'ladi. Va keyingi mavzuyimiz bu baholash. Va baholash mavzusida sizlarni eng sevgan mavzuylar bo'ladi, KPI. Chunki ko'pincha biz bonuslarni KPI deb o'ylaymiz. Mana sotuvdan natijani qilganidan keyin biz bonus beramiz va bu KPI deb o'ylaymiz, lekin aslida juda katta xato. Qanaqa qilib xodimni maksimal darajada faol salohiyatidan foydalanish mumkinligi haqida shu darsda o'tamiz. Qanaqa biz baholashimiz mumkin va qanaqa qilib vaqtida xodimlar tomonidan etilayotgan yo etilmayotgan e'tirozlarni vaqtida bilib bartaraf qilishimiz mumkin. Shu haqida shu mavzuda gaplashamiz. 6-haftamizda oxirgi ikkita mavzu va juda og'riqli mavzu bu motivatsiyasi xodimlar. Nimaga motivatsiya qilasiz, shuncha pul tikasiz, lekin xodimlar jon kuydirib ishlamaydi. Nima qilish kerak? Nimaga hammaga qilasiz, lekin bittasiga ishlaydi, bittasiga ishlamaydi? Qanaqa xodimlarni umuman olganda natijaga, samaraga qarab ishlashiga undash mumkin? Nima qilish kerak? Aynan shu haqida biz shu mavzuda gaplashamiz. Motivatsiya o'zi tizimi nima, qanaqa instrumentlari bor, instrumentlar juda ko'p va aksariyat hollarda biz bor yo'g'i misol uchun 50 ta instrumentdan 3 tasidan foydalanmoqdan bo'lishimiz mumkin. Va nima xodimga muhim? Aynan shu xodimga pulmi, rostdan ham e'tibormi, e'tirofmi, g'amxo'rlikmi yoki boshqa narsalarmi? Balki mavqedir, balki lavozimdir. Shu narsalarni nima orqali bilishimiz mumkin va qaysi xodimga nima ta'sir qilishi haqida shu mavzusida o'tamiz. Va keyingisi yana bitta muhim bo'lgan mavzu xodimlarni qanaqa qilib rasmiylashtirish kerak qonunchilik doirasida.
biznesingizni turidan kelib chiqib, shaklidan, kattaligidan kelib chiqqan holda xodimlarni qanaqa rasmiylashtirish kerak, qanaqa muammolar bor, qanaqa biznes uchun xavflar bor va ularni qanaqa qilib oldini olish mumkin. Bu yerda maxsus mutaxassis dars o'tadi, onlayn dars o'tadi va o'z tajribasi bilan bo'lishadi. Lekin bu ham hali hammasi emas, chunki aynan shu videoni ko'rganlar uchun yana 3 ta dahshat zo'r mavzuga doir videolarimiz bor. Demak, bonus mavzularimiz. Birinchisi bu boshqaruv instrumentlari. Ko'p hollarda men tadbirkorlar bilan, biznes egalari bilan, rahbarlar bilan gaplashsam, ular muammo bilan kelishganda konsalting paytida shu ma'lum bo'ladiki, ularning xayolida aslida muammo marketingda bo'lishi mumkin, odamlarda bo'lishi mumkin, ularning malakasida bo'lishi mumkin, yoki sotuvda, yoki tizimda, yoki yana nimadirlarda bo'ladi. Lekin aksariyat hollarda aslida aynan boshqaruv yondashuvida muammo bo'lgan bo'ladi. Va bor yo'g'i bitta ikkita narsani to'g'irlashingiz orqali butun jamoani umuman olganda munosabati, natijasi, qilayotgan natijasi va samarasi o'zgarishi mumkin. Va bundan-da muhim bo'lgan narsa, siz rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, biznes egasi bo'ladigan bo'lsangiz, sizni stressingiz bir necha karra tushishi mumkin. Shunchaki to'g'ri boshqaruv usulini tanlaganingiz uchun. Va shu yerda 3 ta eng asosiy xatolar va ularga bo'lgan yechimlar. Birinchisi coaching. Bu muammoli xodimlarni biz yechim topuvchi xodimlarga aylantiramiz. Ikkinchisi bu vaziyatli liderlik. Vaziyatga qarab turib, hamma bilan baravariga bir xil yondashuv qilib bo'lmaydi boshqaruvda va xodimni holidan, motivatsiyasidan va malakasidan kelib chiqqan holda har xil yondashuvlarni ishlatish kerak. Aynan shu narsa xodimlarni oqimini pasaytirish mumkin, samarasini oshirish mumkin va sodiqligini oshirish mumkin. Kompaniyangizga va sizga nisbatan nimalar qilish kerak? Shu instrumentda va oxirgisi bu ham o'zbek biznesida juda ham ko'p uchraydigan. Biz aksariyat hollarda o'zimizni emotsiyalarni tushunmaymiz. Nimaga asabiylashyapmiz? Nimaga mana bu nervimizga tegyapti? Nimaga mana bu bo'lyapti? Nimaga mana bu bo'lyapti? Aynan shu mavzu bizga o'zimizni emotsiyalarimizni tushunishga, nimaga o'zimizni ichimiz, his-tuyg'ularimiz bunaqa bo'lyapti? Va xodimlar nimaga aynan shunaqa xatti-harakat bo'lyapti? Bilasizmi, o'zingiz sezganmisiz shunaqa narsani? Bir xilda xodim arazlab oladimi yoki teskarisini qiladimi, yo vaqtida topshirmaydimi vazifalarni, yoki bo'shab ketadi, to'satdan bo'shab ketadi. Nimaga bunaqa bo'layotganini hattoki tushunmaysiz ham, sababini ko'ra olmaysiz ham. Va aynan shu narsalarni tushunishga qaratilgan shunaqa ajoyib mavzuyimiz bor. Emotsional intellekt degan hozirgi zamonda liderlarni eng asosiy muhim bo'lgan ko'nikmalardan biri. Shu haqida shu mavzuda o'tamiz. Keyingi bonus darsligimiz bu sun'iy intellekt instrumentlaridan ishda foydalanish. Aynan shu narsani o'rgatgandan keyin meni xodimlarimning samarasi 10 karra oshdi desam, menimcha yolg'on bo'lmaydi. Chunki oldin bir kun vaqt ketadigan bo'lsa, hozir 1 soatgina vaqt ketadi. Qaysidir muammoga yechim topish uchun. Bonus darsligimizning oxirgisi bu xodim turlari. Biz aynan shu modulda xodimlar, agar avlodlar nazariyasi haqida eshitgan bo'lsangiz, aynan avlodlar nazariyasi bo'yicha xodimlar qanaqa turlarga bo'lishadi. Nimaga ba'zi bir xodimlarga stabil ish muhim va nimaga yoshlar hozir u ishdan bu ishga sakrab yuradi? Nima qilish kerak ular aynan sizning kompaniyangizda uzoq muddat ishlash uchun? Nimaga ba'zi bir xodimlar o'zini ishida samarasiz? Qanaqa qilib xarakterini bilib, temperamentini bilib xodimlarni joy-joyiga, lavozimlariga o'tkazish mumkin. Va shu orqali xodimlarning samarasini va natijasini oshirish mumkin. Bu 3 ta bonus darsligimiz edi. Kurs bitiruvchilarning 90% dan ortig'i ijobiy fikrda va kurs davomida aslida nafaqat jamoa qurish, balki umuman olganda biznesni boshqarish, undan tashqari katta va kichik bizneslarni men konsalting qilganimda ulardan olgan tajribalarim yoki ishlaganimdagi olgan tajribalarim va insaytlar bilan bo'lishganlarim ularga juda katta biznesni kengaytirishda bir turtki bo'lgan. Va aynan shu ma'lumotlar orqali bir nechta bizneslar necha karra o'sgan. Buni ichida o'quv markazlari bor, aptekalar bor, klinikalar bor, ishlab chiqarishlar bor. Shuni bilishingiz kerakki, ko'p yo'nalishlarni jalb qilgan mutaxassislar yo'lga tushishga yordam berishi mumkin. Marketing, misol uchun sotuv. Lekin aynan sizga kelish kerak bo'ladigan jamoani qurishda eng birinchi harakat qiladigan inson va eng muhim inson bu yo'lni aynan sizsiz. Agar kursda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, pastdagi tugmani bosing va o'tda berilgan anketani to'ldiring. Anketada odatdagidan ko'ra savollar ko'proq, lekin aynan shu savollar bizning kursingizga rostdan ham foydali bo'ladimi? Biz sizga yordam bera olamizmi va sizga bu manfaatli bo'ladimi? Shuni tushunish uchun bizga yordam beradi. Va kursimiz sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi va keyingi boshlanadigan potoklarga ro'yxatdan olib qo'yishadi. Kursda ko'rishguncha